Ukajonim, men seni oyimning oldiga olib borishni istamaymanmi? İstaysan albatta. Oyim umr bo'yi shuni kutdilar o'zi. Buni yashirish osonmi? Ammo xatarli bo'lmaydi. O'tinaman, meni tushun ukajonim. Shunday deysanmi? Shunday deyman. Shunday deyishga majburman. Boshqa choramiz yo'q, oz qoldi. Sabr qil. Kutamiz. Kutamiz. Sabr qilamiz, Umid. Umid. Umidmi? Sen Mertni Umid dedingmi? Gapirsanchi o'g'lim. Sen uni Umid dedingmi? Oyi. Sarp. Sen Umidsan. Oyi. Umid. Oyijon. O'g'lim. O'g'lim. Bolaginam. Bolaginam meni. O'g'lim. Canım, canım benim. Meni kechira olasizmi? Qilgan yomonliklarimni kechira olasizmi? Bo'ldi o'g'limchim. Qurbon bo'lay senga. Chekkan butun azoblaringiz men tufayli. Sizni ko'p xafa qildim. Sizni, akamni, elimni. Yo. Sen bola eding. Sen kichik eding. Sen yolg'iz o'zing ko'chalarda qolding. Biz issiq yotoqlarda yotganimizda doim seni o'yladik. Jonim meni. Oyijon. Canım bolam. Senga g'amxo'rlik qila olmadim. Och qolding. Men seni boqolmadim. Senga
alla aytib uxlatolmadim. Qo'rqqaningda tasalli bera olmadim. Umid, men senga onalik qilolmadim. Onalik qilolmadim senga. Sendan nega xafa bo'laman jonim meni? Men sendan nega xafa bo'laman? Nima uchun?